Allohim bugun jintirasi bor insonlarga ham inomarka mindirishni nasib aylagan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Andijonda shu bo'layotgan akamiz Umidjon akani oldimga kelganmiz. Umidjon aka, assalomu alaykum. Charchagansiz? Bugun bir internet porta tayyorlagan aka. Inshaalloh Xudo xolasa mana bir 2 fasl oldi shekilli sizni chaqirib qo'ymaganimizga. Sababiki inshaalloh siz orqangizdan Xudoyim berib ozmi ko'p klient qilyapmiz. Mana uydan sotyapmiz. Mana qo'ldan kelganicha yaxshi avtomobillarda musofirda yurgan aka-ukalar, o'zimizda yurganlar beryapmiz. Mana kecha ham 2 ta mashina sotdik. Kanalga qo'yamiz desak ham kelyapti, olib ketyapti. Inshaalloh mana 1 oy davomida yig'dik inshaalloh. Shu mashinalarni yig'ib chiroyli mana Toyota deydimi, Lexus deydimi, hammasidan qildik xudo xolasa. Akalar bugun 1 oy davomida chiqmagan videoroliklarni Umidjon akam Azizxon internet portaliga xudo xolasa obunachilar anchadan bir sog'inib qolishdi aka. Bugun bir Toyota'larni qolaversa bu yerda eng kamida 30 ta avtomashina bor. Inshaalloh hammasi inomarka zo'r-zo'rdan zo'r. Hammasi salondan olingan narxini yarim puliga bo'ladi. Umidjon aka bir oshdan boshlayverdingmi? Inshaalloh boshlaymiz Azizxon. Akalar Instagram, YouTube sahifalari inomarka vodiy o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa o'zlarining Telegram, Instagram mana siz orqali inshaalloh Xudoyim berib ancha obunachi qildik. Mana YouTube'ga ham endi inshaalloh joylab turamiz. Sizni har deb chaqirgani ham, siz ham o'zingiz ishingiz ko'p bizdan ham bilamiz. Umidjon aka, like bosgan insonlarga eng kamida shunaqasi ta'minlash nasib. Bundan zo'rlardan Bundan zo'rlardan nasib. O'sha gap aka, jintirasi bor ham minib kelaversin, inomarka kelishib olamiz. Xudo xolasa murosa qilib shu yoqqa kelasiz, bundan keyin ham murosa qilamiz inshaalloh. Bo'ldi. Inomarka vodiy nomi bilan inomarka vodiy. O'zbekistonning 12 ta viloyat bo'yicha kelasizlar, yetmaganda 10 tagacha nasib soda qilaveramiz. Sotyapmiz mana hammasiga inshaalloh. Umidjon aka boshladik yo'qsa. Boshladik qani? Bo'ldi. Yilni nechinchi pulga beramiz? 2015 Hasan Husan bular, Hasan. Ikkalasi ham Hasan Husan. Lekin ikkita boshqa joydagi Hasan Husan 150 talik 2015. Ana shunday. Bunisini gazi bor, bunisi benzinda. Mashinalar endi Toyota'ni oshiqcha ta'rif qilish keragi yo'q. Yaqinda chiqdi, Kalashnik buzilmaydi, Toyota buzilmaydi degandek. Avtoe'lon.uzda kafolat bilan rasmiy dilerlardan mashina oling. Modelni tanlang va kreditni hisoblang. Hoziroq rasmiy dilerlar bo'limida tekshiring. Dunyo tan olgan avtomashina Toyota ko'rgandek. 2015-yil bu 197 ming kilometr. Shunday toza yurgan ason, chotki mashina. Ideal holatda. O'zining hamma yo'g'i mana mashina endi Xorazmdan minib keldik ularni. Xorazmdan minib kelishdi. Maza qilyapti. Voy gap. Ukam o'zi minib keldi. Umidjon aka bir xorazmcha narx bo'ladimi yo'qmi? Xudo xolasa qaysi yo'lga desa yura olamiz. Klientlarning ko'ngliga qarab kelishgan holatda qilib beramiz. Ason bunisimiz gazi bor, bu benzinda. Buni mana shu yerda petnosi bor. Buni mana shu tomondanmi-kani? Yo'q, mana shu tomonda, yo narigi tomonda petnolari bor. Strashniy emas, samiglarni chotki. Necha pul qilib beramiz? 33,5 dan beramiz. Ikkalasi ham 33,5 dan. Ikkalasi ham yili bir xil. Bir xil. Yurganda farqi bor. Bu 100 ming yurgan, bu 100 mingdan oshiq yurgan. Lekin mana oniga balonlarni mana o'zim tanlab olib kelib qo'ydim. Chotki balon. Buqa balondan taqib qo'ydim. Bu ham balon zo'r, xudo xolasa, diska balon. Bu ham balon zo'r. Lekin bu 100 ming kilometr yurgani, aka ko'ryapsizmi mana? Mayda shunda petnolari bor. 2015-yil. Ikkosi ham 15. Hasan Husan. Ikkosi ham 15. Tanlash varianti bor klientlarga. Bo'ldi. Benzinda 33,5 mingdan. Umidjon aka 15 ming 20 mingga bor ekan. Kelishaveradi vaziyatga qarab. 5-6 oy nasiya savdo qilib kelishaveramiz. 1 oy yarim oy 2 oyga o'zini narxiga beramiz. Постоянный doimiy gap bu. 1 so'm. Yo'q, asha 33,5 desa, necha pulga kelsa shu. Tepasiga minishi yo'q, doimiydek. Aytgan joyimizdan chiqib bo'lsa, endi bu katta mashinada yo'q, xudo xolasa. Kecha ko'rsatgan Nexia'ngiz bo'lsa beraveramiz aka. Gap so'z yo'q, xudo xolasa. 33,5 ga mana biraz shikasini ham berib olamiz. Ajoyib mashina ketib qoldi. Akalar, yana bitta Toyota Camry avtomashinasi. Hibrid. Haqiqiy, chotki. Umidjon aka yili nechi buni? 23. 2023-yilda ishlab chiqargan mashina Kurt. O'ta ham Kurt. Ana shundoq. Chotki mashinasi. 100 kilometrga bor yo'g'i 5 litr benzin rasm qilishini. Endi 5 ta 6 ta endi. Tiko ham 5 desa kerak aslida. Matiz 7-8 desa bu. Shundoq. Mashina o'ta go'zal ekan. O'zim bir kun yarim kun haydadim. Zerikmaydigan mashina bu. Tozaga baraka qilamizmi aka? Ha, toza. Bitta mana shu yerda ruchkan tayyorda petnosi bor, shu. Boshqa nuqson yo'q. Bitta petno bor. Shu, boshqa nuqson yo'q. Ikkita petno bo'lib qolsa qancha pul beramiz? Berib olamiz. Doimiy gap bu. Akalar ko'p gapirmaymiz. Xudo xolasa, o'ta ham istarali. Akalar, Lexus so'ragan insonlar uchun mana sizlarga yili yangirog'idan ham bo'lsa, Umidjon aka 2019 deganidan-da bu. 19 ga 20. Ha, yangi versiyadan-da, restarinidan. Ana shundoq. Mashina chotki, ason. Nima deyapti aka? Yurgani 94 ming yurgan. Hop. O'ta tiniq, yumshoq balon.
Gaziga dog' bor buni ham. Gazini yaqinda qo'ydirgan. Propan gazigacha bor. Propan gazi ham bor. Tozami? Toza mashina betida bor xolos. Betida. Unaqa ichiga o'tmagan, lekin mashinani gap so'z bo'lishi mumkin. Necha pul qilib beramiz aka? Lexus degan lyuks degan ekan. Shunaqa xudo xolos. Buni asson 57 ga beramiz. 57. 57 ga beramiz. O'tib ham beramiz. Ha, kelishiladi-yu. Biz aytgan narxlarga sotish qiyin. Klientlarning ko'ngliga qarab sotamiz. Aka bozori singari baraka qilib olsa bo'ladimi? Ya, undan ham zo'r qilib baraka qilishyapti-na, kelganlar biladi. Chiroyli qilib hammasi xursand bo'lib ketyapti asson. Aka bir 25 mingga boriga bir 30 ming bersin. 1-2 aka. Ha, beraveramiz. Beraveramiz. Ya'ni boy-payt kelishib kelgan. Buni saloni oq aytib o'taylik. Bu qora salon, qora salon. Ata ikki xil rangda oldik-da salonini. Ana shunday. Yangi bolalar taqilgan podnoshka-matnoshkalari bor. Chotki. Tonirovka. 94 ming kilometr yurgan avtomashina. Salonlari ham o'ta tiniq. Toyota akalar bilasizlar, yaponskiy avtomashina. Hasan Oqson ular Toyotalar bilan bular endi. Hali bu qirg'izcha qilib tushuntirsa, Hyundai bilan Kia degan singari degan. Lyuks Hyundai shunaqa. Xo'p, orqada Haladenni, Paladenni hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor. 100 ming kilometr bo'laga hech narsa emas, Mirjan aka. Bu endi hali qirg'izcha qilib tushuntirgani birinchi avtobus olmashdi deganida 1 millionga ruxsati bularga jon. Shundoq. O'z bilasiz. Xullas, akalari ham mana offroadga siz ham bo'ladi mana. Bosadigan joy. Pnevmiya hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor. Bu haqiqiy offroad mashina-yu, asson. Bo'ldi. Akalar bilgan insonlar biladi, bilmagan insonlar o'zi biladi. Mana. Xo'p, xullas tamovuzinada. Bu yo'g'i ketdi aka. Bu xudo xolasa bu endi insonlar uchun. Hojatlarga oilaviy binadigan Kia Carnival High Limousine degani. Limuzin. Ana shundoq, High Limousine. Buni oldini ham emas, buni orqasini tomosha qilishga chiqib bo'ladi. Endi hojatlar orqada ketadi, dam olib, bolalar minib, nevaralari solib. Xo'p, maza qilib High Limousine haqiqiy 54 mingmi, 55 ming atrofida yurdi, 22 chotki mashina xudo xolasa. Tepalarni qarang aka. Voy, degan mashinada bu. Televizorlargacha bor orqasida aka. Ha, mashina tashqarida o'tirib olib, oldi orqaga qilib parkovka ham qila olasiz kalitni o'zida. Kalitni o'zidan parkovka ham qo'yarsiz. Eng pulida asson. Ana shundoq. Xo'p, bu salonni o'zida ham aka ancha turadi. Endi uni narxini aytsak o'ta yakson olib ketibdi deydi. Yarim pulida tursa kerak aka bu. 38800 ga beraman men hozir buni. Qanchaga? 38800 ga. 38800 dollar. Bo'ladiganroq qilib shuning uchun yaqinroq qilib aytyapman. Akajon, 38800 ga beramiz naqd pulga. Nima bo'lyapti? Chotki xudo xolasa. 20 mingga borib aloqaga chiqib kelishaveradi, muammo yo'q. 5-6 oyga nasib savdo qilib kelishaveramiz. Doimgidek-da, holatga qarab. Bo'ldi. Dalni bo'yicha akalarimiz ham aloqaga chiqaveradi, xudo xolasa kelishaveradi. Bu 9 talik a? Ha, eng puli 9 taligidan. Aka, 9 talik bo'ladi. Salonlari ham o'ta chiroyli xudo xolasa. Xo'p, 38 ming o'ta tiniq mana. Asson bu yonlari ham bir-biridan chiroyli yonlari. Qanaqa? Akalar o'ylamanglar bu Asson bu yo'lni ko'rsatmayapti deb. Ha, shunga ko'rsatib qo'yin deyman, hammasini bu yog'ini ham bu yog'ini ham. Bunisi uni ukasi. Bitta paysa past. Ana shundoq. Yilichi 22-30 ming yurgan. Ana shundoq. Chotki mashina bitta paysa pasti. Buni asson 35800 ga qilib beramiz. 35800 dollar yana shu holatga qarab. Bir 15-20 ming boriga aka. Kelishaveradi asson. Nasib savdo qilib gaplashsak bo'ladi. 1 oy yarim oyga o'z bilasiz. O'zi narxi, qolgani vaziyatga qarab berishiladi. Ana shundoq. Necha oyga berishiga qarab, narxini holatiga qarab. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. 2 oyga 1 so'm mindirishmaydi, to'g'risi. Mana aka. Voy aka, qonqolari ham polniy o'z bilasiz. Ana shundoq. Eng pulidan bitta fas qiladi xolos. Mana ikkita panoramasi bor, 360 hamma yo'g'i. Abdov, Abagrev xullas. Bunda ham nimaiki, jamiki narsasi bo'lsa hammasi. Hamma mig'irib berganmiz. Berilgan mashinaga chotki xudo xolasa. Bitta fasi. Umurjon aka, hech kim xafa bo'lmasa ekanda bugun aka. Yo'q, xudo xolasa hammaga ko'ngli daqasidan bor. Hojdadamga desa, akamga desa, ukamga desa, jiyanimga desa, tog'amga, xullas hammasidan bor. Hammasidan bor. Inshaalloh qo'ldan kelganicha. Aka, GM yo'q xolos. Bugun bitta bor ama. Orqada ha haligi. Ichiga qo'shib olib ketgan. Bo'ldi. Xo'p, bu Zikr 007. Ay 605 talik nechtaligi bu aka? 680 mi shunaqa degan ekan. 680 taligi. Bo'ldi. Mana bu oldi ledlariga bu mana hozir kunduzligi uchun bilinmayapti, mahallada o'ynab ajoyib bo'ladi. 24 mi? 24-40 ming yurgan toza chotki mashina asson. Aka, internetdan ham arzon bo'ladi bugunda narxi. Xohlasa buni asson narx puliga 22800 qilib beramiz. Qanchaga? 32800 kalla ham endi uzr-a asson. Umurjon aka. Charchab qolyapman sahar kelganingizga. 2800 beraman, asson bo'ladi. Salonlarni ham qarang. Eng pulidan. Toza. Haydab sotki yo'llari bor. Mashinaning gap so'z bo'lishi mumkin emas.
Mana orqalari ham ancha keng bo'lar ekan, Ha, ha? bu ancha keng bo'lar ekan, men buncha katta yumshoqligi endi gapsiz bo'lishi mumkin. Yumshoqligi ancha yumshoq. Endi 1000 marta maqtagandan bir marta minib ko'rsa bo'ladi odam. Bo'ladi. Zekr 007 so'ragan insonlar uchun. Akalar ko'rib o'rsanglar bo'ladi. 32800 ga beramiz uni aslo. Maqtovga. Buni ham barter qilaveramiz. Yo'q, barterda u gapirmang. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Hammasiga ketaveradi. Avtomobil bo'lsa bo'ldi, pasportida. Mashina bo'lsa Ha, bo'ldi. bo'ldi. Xo'p, Kia Sportage. Sportage X-Line Pace eng fulidan 50 ming yurgan 2022 toza, nuqsoni yo'q. Xudo xolos hamma yo'g'i joyida. Buni narxini aslo 28800 qilib beramiz. 22. 22 toza hamma yo'g'i chotki. Qancha yurgan edingiz? 50 ming yurgan. 50 ming. 28800 ga qilib beramiz. Chotki mashina. 28800 dollar barakasiga o'tib qo'ydi. Uni bir yaqinlashtirdim. Camry-ya. Turishini qarang buni. Ko'rgan saring ko'zing quvonadi degan mashina ekan. Mashinani xo'rozi bo'ladi, Toyota aka. Bu balandroq endi. Xo'p, Sportage. Aka bu o'sha Sidina Abdufavagrifi bori. X-Line deganda hamma yo'q tugirasiz. X-Line degani shu bo'ladi. Hali bir chekana aytib chiqish shart emas. 4 ta balon tortadi, Sidina qiziydi. U X-Line degandan keyin biladigan o'zi ason. %100 hamma yo'g'i bor degan. Full degani shu bo'ladi. Bitta shaybasi yo'q shu. Motorda farq qiladi. Ikkili ekonomishli variantda bu. Gazni ham 500 dollar qo'yib beradi, 2,5 bo'lsa 1000 ga qo'yadi. 2,5. Hamma tomonlama yutasiz-da. Zo'r. Xo'p, necha pul qilib beramiz? Buni 28800. 15 boriga kelishaveramiz. Muammosiz ason, siz nima deysiz? Anasini aka. Xo'p, Honji kuzatib turgan klientlaringizga-da bu faqat. Klientlarga. Xudo xolasa inomarka vodiga o'tish olsin aytyapmiz. Instagram, YouTube, Telegram, Facebook ham ochib qo'ydik. Facebook ham. Hammasini foydalansin klientlar aka. Yo'q. Har xil joyda ishlayotganlar bor. Birda internet ishlamayotganaqa, Telegram ishlamaydi, birda Instagram ishlamaydi. Shuncha hamma sahifadan ochyapmiz xudo xolasa. Klientlar ko'rib maza qilsin deyapmiz. Maza qilsin. Biz ham sotib maza qilaylik, olganlar ham maza qilsin, klientlar bo'lsin deymiz-da. Aslo Honji HS7. Umidjonaga yana bitta narsa. Nima ukajon? Obuna bo'lib kelgan bo'lsa 100 dollar o'tib berasiz. 100 dollar samasa bo'y, u. Barakadan keyin o'tasiz aka. Gap so'z yo'q uka. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Eslatib qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi gap. O'zlarining foydalari uchun aka. Menza bakiga to'ldirib beryapmiz, o'zi klientlarni. Notarial qilyapti. Honji HS7. Bu salonda 65 ming dollar chiqqan aka, to'g'risi. O'sha pnevma podveskalik, hamma yo'g'i bor ekan, eng fulidan 90 ming yurgan 23 toza yumshoq balon, tonirovka hamma yo'g'i bor. Gap yo'q. Aka salonni kengligini qarang. Xullas, xohlagan rejimingizda yuradi mashina. Tanlov bor klientlarga. Qanaqa tanlov? Sportage minemi, bunemi deydi-da. Puli bir xil ko'ramiz uka. 65 ming dollarlik mashinani 28800 bu ham uka. Bir xildan. Hasan. Ana shuncha yaqin qo'yapmiz-da, bir-biriga pul yaqinda. Voy. Aka yonma-yon qilib qo'yishgan. Kia Sportage puliga bor. Honji HS7 nima deyapti aka? Puli bir xil. Toza ikki osi ham chotki mashinalar. 15 mingga bor, telefon ham qilaverasiz. Qilaveradi, ason muammosiz. Muammo yo'q. Xo'p, Hyundai Santa Fe 2,5ligi. 2,5 ni fuli, yumshoq balon, farok, tonirovka, gaziga bor. Buni ason 29800 ga beramiz. 29800 dollarga. Yaqinroq qilib. Yana shu ham beramiz. Kecha Miatin olganda naryoqda petni o'chatib qo'ygan, mana shunday qilib. Shu naryoqda, boshqa joyda yo'q. Bir dona o'sha nari tarafda Miatinasi bor. Petni qilib chachib qo'ygan Miatin olganda. Ikkita bo'lib qolsa qanchaga beramiz aka? Yo'q, ikkita bo'lib qolsa berib olamiz. Akalar, soat 39 ming yurgan. Bu berib olaveramiz degan tekinga berib olaveramiz deydi. Shuni esdan chiqarib qo'ying. 69 ming kilometr yurgan 2,5 full Sidina Abdufavagriflargacha bor. Do'stlar ko'rayotganingizdek. Inshaalloh bugun chiroyli mashinalarimiz ko'p. 7 talimi, 9 talimi, 12 talimi yo'q, lekin avtobus olib ketadi bundan. Asha 7 talikdan tortib 9 talik hammasidan bor mana. Buni Santa Fe'ni necha pul qo'yamiz aka narxini? Bu 29800. 29800 dollar yana o'tib ham berishadi. Kelishlar oladi. Gaz pas hamma yo'g'i bor. Gaz bozori bor. Bunimiz 90 plusimizni hali kamayib ketgan variantidan 2li. Eng fullidan. Eng fulldan. Otkichi ham baland, toqqa ham, boqqa ham ketaveradiganidan xudo xolasa. Chotki 40 ming yurgan 23 toza Michelin zavodskoy baloni. O'zi shunaqa chiqqan. Michelin balonda chiqqanmi? O'zi chiqadi mana ason. 2li motorlik uchun Michelin balonda chiqqan mana. 390 GDI desa 2li motor bo'ladi. Shundoq. Oldida lidar, pedal, xullas hamma yo'g'i bor. O'zi zapis qiladi. Kamerasi 540. Buni ason 22800 qilib beraman. 22800 dollar. Bera olamiz. 40 ming yurgan. 40 ming yurgan toza, paro, hamma yo'g'i bor, lekin gazi yo'q. Ana shundoq 22800 dollarga mana sizga bo'ladi. 360 emas bu, 540 bo'ladi ekan. 540 bo'ladi. Abagrif Abdulloh endi buni ha deb aytsa. Aytish shart emas. Ha, o'zi biladi-yu klientlarimiz. Umidjon aka 40 ming sotilgan, ha?
salonda. Mana shunaqa bo'lgan. 40 ming dollar chiqqan. Вообще shikalant narxga. Tozami? 100% toza. Orqalari ham to'la yonadi mana. O'ziniki. Mana ason. To'la yonadi. Hamma yo'g'i Mana cho'tki. shundoq. Maza qiladigan mashina bu haqiqiy. Shuni bir kamroq puli borga chiqazib bermasangiz bo'lmaydi, lekin. Bo'ldi ason. Nima deysiz? Endi 14-15 kelaversin, aka. Ha, bera olamiz, muammo yo'q. Muammo yo'q. 14 ming, 15 ming bilan liboy mashinaga bemalol kelsangiz bo'ladi. Chempion 605 talik. 605 talik 24, 36 ming yurgan yumshoq balon hamma yo'g'i bor. Xullas minadigan holatda, bir bola fikatsiya, rusifikatsiya devor ekan, o'shalar ham qilingan ekan. Bizcha ko'p sotmaymiz buni, bilasiz. Bo'ladi. Akalarimiz asosan buni 25,5 deyapti. Dinamarka benzinli mashinamiz bu. 25,5. Qadrdonlikda mashina cho'tki oldik. Sotyapmiz-da. 37 ming kilometr yurgan. 37 ming bo'ptimi? Xudo xolasa hamma yo'g'i yaxshi ekan. Poli, xullas hujjat qilib haydasa bo'ldi. 25,5 ga beramiz. 25,5 ga tushib ham beramiz. Cho'tki. Endi hammasini o'zi ason o'zi bilasiz. Kelishiladigan narxi bu. Biz aytgan narx bo'lmaydi. Xudoyimda aytgan ular, shunga qarab kelishamiz. Nasibda insonga qarab sodalashib sotyapmiz hammasini-ku. Shu 12 ming, 13 mingga borib bera olamiz. Hammasini beryapmiz. Kelishyapti. Dehqonchilik. Yo'q demaymiz, jon-uka. Hammasiga xo'p deymiz. Kelishsa bo'ldi. 5 so'm 10 so'm nari berdi. Bo'ldi. Qulayroq narxda aylantiradigancha farq qiladigan narxda san'atimiz ham bor ama. Bu nechinchi yil aka? 21. 170 yurgan 6-mi, 7-chi deyish boradi. O'zi 6 ta payt so'lamiz. 6 ta. Eng fulida. Oxirgisi aka bu. Eng fuli. Oldilari brom bo'lgan, propan gaz, yumshoq balon. Cho'tki ason 360 yurgani 170 ming yurgan. 170 ming? 170 yurgan. Mashina eshigida petnosi bor mana. Mashinada chachgan, laki polni yo'gan xolos. Qolgan joyi cho'tki. Bo'ladi. Kurt mashina 2,5 motor oladi. Propan gaz ason. O'ta go'zal. Propan gazi ham bor. 800, ha? Propan gazi ham bor. Propan gazi ham bor. 19800 eng fuli. 19800. Rangini ham qarang, narda grey. O'ta ham sevimli rangda bu. Hammasiga endi yarim puli deyapmiz-ku. 10 ming puli borlar o'qqa chiqaversin. Gap so'zi yo'q. Siz nima desiz, xo'p deyapsiz. Aka, mana 5 so'm qo'ying, gap yo'q aka, joningiz omon bo'lsin. Bizni kuzatib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysangiz, ha? Dinamarka vodiyga, Instagram, Telegram sizga obuna bo'lgan aniq. Bizga ham bo'lib qo'ysa, aytyapman, siz 6 oyda bir chaqiryapmiz-da. Siz qo'ymay sotyapsiz mashinalar deydi. Qo'ymay sotib qo'ymaymiz, o'zimiz kanalga qo'yamiz. Prosta sizni kanalingizdan ko'rgan u 6 oy oldingi videolarda shuning uchun yaxshi niyatda qilib yana chaqirdik sizni-ku. Gap yo'q aka. O'zi yig'ish o'zi bo'lmayapti deyapti. Yaxshi narsa olish qiyin o'zi ason. Bunimiz 2021-22 Prestige Pace'da 5-paysda deyishadi. 360 hamma yo'g'i borda, motori 2 li, gazi bor. Kraskasi toza, endi gugurt cho'pida tekizlangan joylari bo'ladi. Qolgan nuqsoni yo'q. Bo'ldi. Mashina cho'tki. 100 necha 170 ming kilometr yuribdi aka. Asha, shu sof yurgan, lekin salonlarni qarang, cho'tkiligini. Ideal turibdi. Originalda baribir. Original. Misol Xitoy olganda 100 mingda bormi, yo'qmi bilmayman. Kelajagini. Xo'p, bu qarang, panorama. Panoramasi. Bo'laydi, bo'lgin. Buni ochganingizdan keyin hamma yo'qni unutasiz-da. Ko'pchilik panoramasiga o'lib oladi aka buni. Juda chiroyli turadi-yu. Ochiladi-da, mashina bilan. Yonishdan aka nech pul qilib beramiz? Bunimi? Gazlari bor buni ham aslida. Propan gazigacha bor. Buni nech pul desa bo'ladi? 21800 dan oq-qora. Ha, yo'g'i? Ha, 21800 dan oq-qora beramiz. Buni yili yangiroq. Bu Space'da 23-30 ming yurgan. Bu luki yo'q lekin. Luki yo'q. 21800 dan Hasan Husan. Tanlab olishaversin. Buni ham 21800 ga beramiz. Aytari Kuitni. Buni ham qo'yaveramiz, aka. Bu uka 8 Pro Max degani, o'z bilasiz. Eng fuli. 40 necha o'pti? 45, 42. 42 o'pti. 42 ming. Toza, mashina cho'tki. Xullas. Xudo xolasa aybi yo'q. Yumshoq balon stoykasiga da bo'lgan, brom bo'lgan mashina. O'ta ham misollarga gapirsangiz, hammasi ham zo'r. Endi bu bo'lakcharoq zo'r deydi-yu. Ko'z bilan ko'rganda. Puli zo'rda bu salonda. Ha, yo'q, puli ham zo'r o'zi bilasiz. Qancha qimmat turadi. Mashinani turishlari hamma yo'q ishlaydi, nuqsoni yo'q, chizilgan, qirilgan joyi yo'q. Aslida buni xo'p, nech pul desa bo'ladi? 24,5 mingdan tushib beramiz. 24500 tushib beramiz. Ha, tushib beramiz. Xullas ketdi. Umidjon aka bularning nasiyasini aytmadi aka, bir 15 bori. Ason. Takrorlamayman. Hammasiga liboy payt kelishib kelganmiz. Kelishib oladi, u yo'q degan gap o'zi bo'lmaydi bizda. Hammasi dehqonchilik aka. Yo'q, xudo xolasa hammasi kelishlar. 21800 dan oq va qorasi 30 ming yurgani bu. Lux Space'da yumshoq balon, tomi qoraygan, ichlarida poli endi minish uchun qilib qo'ygan.
Kuzufi toza buni ham. Chotki. 2020 Oqidan hojladagi oqi yaxshi deganlarga mana shu. oqi. Mana chotki. Mana shundoq. Xo'p, Aykar avtomashinasi. Ha, Cherry Akalar, bu zavodiniki, elektromobil bo'ladi. Endi bitta qo'shib qo'ydik, elektr sotmaysan deganda assortiment qilib qo'ydik endi ason. Nech pul dedingiz? Buni ham 21800 ga beraman. 21800. Beraman. O'sha Aykar 2-3 akalar Lekin zo'r yurish zo'r ekan. Ichiga o'tirib bunday his qilsangiz, qulay his qilasiz ekan. To'klik, chotki mashina. Atkanni yurarkanmi yo 100? Yo'q, men unaqa bilasiz, postoyanno minmayman. Bir red-keretga yoqqa bu yoqqa borib qo'yaman. Endi hammasi ham aytganni yurmaydi. Yurmaydi. 500 esa 400, 350 shunaqada. Zato 90 ming, 100 ming so'mga 300 kilometr. olib boradi jonik Hech chiqmaydi akalar. 24. Hozir aybi yo'q. 20 necha ming bo'ldi probega? Probega qancha? Esdan ham chiqib qolyapti. 28 bo'libdi. 28 ming bo'libdi. Ichlari qulay, hamma yo'q, chotki. Akalar, mini Jeep so'ragansiz Shunday aslida. Mini Jeep. Kuzovida aybi yo'q, yonlarini oling-da, bir ajoyib. Bunday tursa. Bularcha istirali mashina ekan. U yaramas. 8-chi qiziqib o'zim ham oldim. Xudo xolasa. Issig'i bor mashina. Ha, 21800 dan naqd pulga bo'ladiganini berib olamiz. Ana shundoq. Akalar, boshina. Xullas zo'r variant. Xudo xolasa chotki. Hop. Qaysi birini Dashin 2024 70 ming yurgan chotki ham yo'q, xudo xolasa 1.6 fulidan. Yili ham 24, 22, 23 emas ason. Ana shundoq. 2024 1.6 bu eng fuli. Eng fulidan. Akajon o'sha 360 kamerasi bor. Xuddi shunday. Adaptivniy cruise kontroli zo'r ishlaydigani shu bo'ladi. Xuddi shunday. Iqlim nazorati bor bunda ko'rayotgan bo'lsangiz. Konteynerlar mana ishlar muzdek bo'lib turibdi do'stlar. 70 ming toshni yopdi ama chotki mashina. 70 ming rovni bo'ldi. 70 ming rovna. Pulni qancha qo'yaveramiz? Buni ason 19,5 ming. 19500. Bo'ladigan 19. Shu ham beramiz. Endi 1-2 so'm nari bersa kelishadi, ason postoyanno. Tepasidan yana kelishamiz. Kraska toza? Va bu toza xudo olsa. Yana bitta kabesh. Yana bu bitta kabeshimiz bu 2025. Shaybali deydi, ya shaybaligida. 2 turbinadanmi aka? Ha, lyuks pozitsiyasida. Xo'p. Motori 1.6, 1.5 turbina bo'ladi. Ana shundoq. Yurgani 30 necha ming ham bo'ldi, 30 mingdan oshiqroq. 24 ta pasport, kuzov 25. GT-line diskalar taqib chiroyli qilib qo'yilgan mashina ason. Mashina istarali, issiq mashina. Umidjon aka, puli qanaqa buni? Buni 26,5 qilib beramiz. Bitta nuqsoni mashetida bunday petnosi bor. 26500 ga. Ha, mashetida bunday shunday. Ha, bu 1.5 ming full, ha? Ha, 1.5. 1.5 ming full. Noto'g'ri tushunmaydi, bu 1.5 fulli, mana podголовниклari ham tushadi, o'sha ko'rayotganidek. Xullas 400 necha million hamda salonda. 420 million atrof. Propani bormi? Yo'q, bu benzin emas. Benzin. 26,5 o'tvan berasiz. Ha, 26,5 necha tushib beramiz. Aslida o'sha aytganimizdek, mashetida bunday petnosi bor, shu nuqsoni. Ikki almashgan detali yo'q. Yo'q, almashgan mashinani akajon. Endi mayda shunda petnos chiqib qolsa ham olinadi. Mashina bu yog'i zo'rasa bo'ldi-da. Kabesh o'zi bilasiz, yaxshisini topish qiyin. Buni ham panoramasi bo'ladi. Xo'p, bunisi-chi? Bunimiz ason 2023 40 ming yurgan. Bu 23 ta bilasiz, o'zi panorama chiqmagan. Mana 21 da chiqqan, 22 da chiqqan. 23 ta bo'lishi mumkin, juda kam bor. Aha. Mana shuning uchun buni hamma yo'g'i bor, lekin bitta panoramasi yo'q. 360 Abagrev, Ullas, Pamit, Selina hamma yo'g'i bordan. Bu ham rosatana mashina. Bo'ladi. Xo'p, 46 ming kilometr masofani bosib o'tdi do'stlar. Mashina full chotki. Bir donagina panorama yo'q xolos. Maillari ham ko'ring, mana shunaqa. Mebellar ko'pirda aka. Sidinlari, pamitlari ham bor, hamma yo'g'i bor. Xullas, mashina GT-line diskada yumshoq baloni bor. GT-line diska yumshoq balon hamma yo'q taqilgan. Xudo xolasa 24 ham qilib beramiz, ason buni. 24500 ga. Aha, 24 ham qilib beramiz. 23. Zo'r, chotki bu ham. Zo'rlar. Kelsa bo'ladigan, bosadigan joy. Mana elantra. Jerkilgan bu. Xullas 15800 dan ikkosini berib olamiz. Arizo 6 ham shunaqa. 27 ming yurgan, bunimiz 40 ming yurgan, 22, bu 20, 23, 24 yumshoq balonlari bor ikkosini ham. 1508 tushib berishadi. Nima deyapti akalar, ko'ring. Bu 1 desam 1 emas, 2 desam 2 emas, lekin monitor 2 dikidan. Xullas 1+ ekan deb qo'yapman. Tomlari qoraytirilgan, mashina chiroyli mashina. Bitta mashina betida kraskasi bor xolos, qolgan joyi toza. Old orqalari issiq mashinani deyapsiz. Chiroyli. Tomlari qoraytirilgan. 15800 dan qo'yamizmi? 15800 dan berib olamiz aslida. 8000 9000 ga borib bo'lagan. Ha endi. Aloqa chiqib turadi. Necha so'mgina? Bo'ladi, 9000 ham bo'ladi. Bu yerda. Bunimiz 27 ming yurgan.
24 Yilichi? salonda olingan. Salonda 24 fevral olingan. 24 Pasport chiqqan. 23 olgan, lekin yumshoq balon, chotki mashina qolgan joylari. Ana shundoq. Xo'p, Benzinda bu ham. 27 ming kilometr yurdi. Aha, 27 ming bo'lib Ariza 6. Xullas, mashina anchagina komfort aka. O'sha mana palasi ishlaydi degan aka. Avtomashina palasi bor joyda bemalol funksiyani Chotki yoqib foydalansangiz bo'ladi. Hamma yo'g'i bor, eng fullida. Eng fulldan aka. 21 ming sotilyapti. Hozir necha pul bo'lib qoldi bilmadim salonda. Ha, salondagi narxi shu 21 ming oshiqroq turadi. Xudo xolasa. 5 tunta 55 deganidan. Trektor puliga aka. Ha, shunaqa xudo xolasa. Trekkerdan yaxshi bu. 23 mi? Bunisi 24 ekan, ikkita borda. 2024. 50 ming yurgan toza. Ana shundoq. Eng puli benzinda. Nuqsoni yo'q ason. Qancha yurgan edingiz? 50 ming. 50 ming kilometr nari berdi. Pulchi Umidjon aka? 17300. 17300. O'tib beramiz. Ha, yo'q. O'sha doimgidek-ku. Ana shundoq. Dashing. Xo'p, 3-paytda. Haval. Haval Julion. Dashing. Julion. Xo'p. Toza 24 mi? 25 aka. 25. 25. 3-payt. Ana shundoq. Parog, hamma yo'g'i bor. Ason yurganini ko'rib qo'ydimi? 39 ming bo'ldi ason. 39 ming kilometr bo'ldi. O'zini o'zi parkovka qilar ekan, yaqinda bilib qoldim buni ham. Xullas hamma yo'g'i bor edi. Ha, biz test drive bilan sinaganmiz bu mashinani Yomon aka. yaxshi ekan, lekin yurish-turishlari chaqqon. Oyoq qo'li chaqqon deydi, shunaqa mashina ekan. Oyoq Aka qo'li bu chaqqon. salon narxi ancha qimmatroq. Bizda endi hozir necha pul desak bo'ladi buni hozir? 20500 beramiz. 20500 dollarga. 25-yil. Aka, вообще kira. 20500 ga. Suest. Suez. Bu Cherry'miz ham bor. Cherry ham bor. 7 Pro 2025 6000 yurdimi ekan bu yilgir? Hozir ko'rdim. Ayo 8100 kilometr yurdi asonmi? 30 ming? 8100 kilometr. Ha, 8100 2025. Aha. Mashinani buni necha pulga beramiz buni? Ha, buni ham 2500 ason. Bu ham 20 Tanlov bor. Julionni, Cherry'mi? Aha. Ola oladi. Imkoniyati o'zlarida aka. Ikkosi ham 25. Probegida farq qiladi xolos. Bitta luki yo'q aybi shu. Aha. Buni. Suez. So'z S07 eng fulidan Aha. 2025 13 ming yurgan. Mana oldilarini shu Liga Li9 o'xshaydi chiqarib qo'yishdi. o'zi ham ishlatib Aka. qo'yganda. Xo'p. Ajoyib Rangi mashina. ham Narda grey. Bir ajoyib chiqqanidan. Narda grey degani shu bo'ladi. 13 ming yurdimi aka bu? Ha, 13 ming yurgan 2025 eng fulidan. Ana shundoq. Abduf Avagrip hamma yo'q bor ekan aka. Suez. Orqalariga da siylasi. Orqa silinlargacha beradi. Polni full. Xo'p, Umidjon aka necha pul qo'yib yuboramiz buni? Buni 25 ga beramiz. 25 ming dollarga. Ha, kelishib shu holatga qarab. 25 ming dollarga mana sizga Suez. Chotki xudo xolasa ason. Dashingchi. Dashing 2024 11 ming yurgan. 24 11 ming kilometr yurdi. Kurt mashina yangidek bu ason. Aha. Chotki puli ham ama 22,5 ming. Puliga loyiq. 2,5 ming. 22,5 ming beramiz, 24 11 ming yurgan chotki mashina. Ana shundoq. Buni olsa 17 minglik haligini. Onani 23. Bir xil shun bilan yumshoq balon, toza, 50 ming yurgan bu ham. Toza. Endi 50 ming desa yolg'on chop qo'ymayman, balki 53 mingdir, balki 52 mingdir, hali. 50 ming emasdan, 1-2 ming nari ber endi. Bo'ldi. Ko'rib qaragunimizda 17 ming tushib berasiz. 17 ming bu ason. Aka, 17 ming dollar yana o'tib berishadi, kelishadigan joyi bor. Xudo xolasa, bunimiz Depal. S07 eng fulidan atamanka 2 tomonida massaj passaj 25 salondan olgan. Pasporti 24 chiqqan, o'zi hamma biladi buni. Oldi mana polni bron bo'lgan, kapot, kirilo, bamper, xullas 500 dollarga qiladi uni ham. Buni ason 24 yarim qilib beramiz. 24 yarim? Ana sizga Depal. 24 yarim beramiz ason buni. Nima bo'lyapti akalar, bosasizlar? Lekin yurish-turishda men buni ham mindim, hali yaxshisini yaxshi, hammasi ham yaxshi. Bu ham bo'lashi mashina ekan. Boshqacha. Suyib olyapti, minganlar o'zi biladi, haqiqatda yaxshi mashina ekan. Yumshoqligi zo'r aka. Yumshoqligi, chaqqonligi, hamma tomonlama qulay mashina. Salon komfortli, lekin boshqacha aka. Hamma tomonlama zo'r. bor. Plus hamma funksiyasi bor aka. Gapsiz bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa ason. 24 yarim dedingizmi aka? Ha, gibrid o'lar ekan. 220 mi to'xta yurar ekan. Kechqurun qo'yib qo'ysalar, ertaman zaryadkadan olsalar 200 yursa kerak. 200 kilometrdan. 150 yursa ham 75 dan 200 yuradi. Zo'r. Buni aytdik endi onani ukasi bir xil. Bunimiz bor 2022 mashina. 99 midi? 99 ha, mashinaning holati toza bu ham chotki 46 ming yurdi. Mana shundoq. Umidjon aka bu 40 ming, 38 ming sotilgan salonda. Ha, shunaqa bo'lgan paytida. Necha pul qilamiz? Buni
22.800 bersak ham bo'laveradi. Ma'qul bo'lsa. 22.800. Ha, 22.800 beramiz. Aka, mana shu avtosalondan olingan narxini yarim puliga desam, sizlar meni qaramanglar, duo qiling aka, to'g'risida. Mana sizga 40.000 dollarlik mashina. 22.800 ga. Shunday ason. 10.000 puli bor yana 15.000 ga bor kelaversa aka. Kelishlaradi ason doimgidek. Ana shunday 15.000 puli bor akalarimiz aloqaga chiqinglar, xudo xohlasa yana kalitsiyani bo'ladi. Lep Motor C01. Buni ham 22.800 beraman ason. Bir xilmi? Gibrid. Gibrid. Bo'ladigan 22.800 yumshoq balon usti 100% bron bo'lgan. Ana shunday. 100% bron, shumka, yumshoq balon, xullas ancha pul sarflagan unga. Bronda eng arzon joyda qildirsangiz ham 1000 so'm pulingiz oladi. Eng kami. Eng kami shunaqa. Ha, ya'ni qadrdoningiz bo'lsa, foyda qilmay. Ana shunday. Mana shunday ham eng kami. Yumshoq balon, shumka, pumka hamma yo'q qilingan ason. Umidjonaka jentrani pulini berib olib ketishaversin. Ha, kelishlar oladi holatiga qarab. Chotki mashina, gibrididan bu, to'z emas, eng qiziq. Ko'chada qolib ketmaydi. Ko'chada qolib ketmaydi. 30 mingni plus-minusda yurgan. Mashinaning holati, salonlari ham juda chiroyli. Lip deganlarga lip deydi mana. Egalari ancha qarab qo'yishgan ekan. Juda mehr bergan. Tonirovka hamma yo'g'i bor. Mana qarang, hamma yo'g'i bronda, hayron qolasiz. Mehr bergan. Zo'r. Narxi 22.800 dan beramiz, ikkosini ham bo'ladi. Tanlab olishaversin. Aka 6.800 ga Gentra ham berib olamiz. Qanchaga? 6.800 ga. Yilichi aka? 2018 160 yurgan, u kraskasi bo'ladi endi. Bu mashinalar tozasi qilmagan, gazi bor. Mashina issiq mashina. Istarasi issiq xudo xolasa. 18-yil mexanika Gentra so'ragan inson. Shunday. Ishlatadigan odamlarga istarasi bor mashinamiz. Bu ham barterga o'tib qolgan. 160 ming bo'ldi yurgan aka. Ha. Barterga o'tib qolgan. 68 ga beramiz aslida. 6800 ga berib olamiz. Akalar 6800 berib olamiz degan mashina xudo xolasa. Berib olamiz. Chotki xudo xolasa. Inshaalloh ason bir-biridan yaxshi mashinalar kim olib minsa baraka topadi. Sizni bizga bitta duo qilib qo'ysa bo'ldi inshaalloh. Shuni bir 3000 puli boriga bir 2 oyga qo'yib beramiz. Yapsiz berishadi. 2,5 ming bersa ham bera olaman. Hazillashmang aka. Uka, siz bilan nimaman? Shunga hazillashmaganman, bundan keyin hazillashmang. Uka, siz gapingiz gap. Aka, 2,5 ming dollarga. Pulingiz bo'lsa, bir oy yarim oyga gap so'z yo'q. Aka, 2,5 ming dollarga Gentra. Tasavvur qilyapsizmi? Umidjonaga yeridilar, bir 2 oyda da xolisi berishadi, aka. Gap so'z yo'q, ason sotilib ketmasa bo'ldi. Bir-biridan chiroyli mashinalar xudo xolasa ason. Akalar videoni oxirigacha ko'rganingiz holda albatta kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar. Inshaalloh. Yaxshi niyat qilganlar bundan zo'rlarini oladi ason. Bundan zo'rlarini berguvchi o'zi, biz ham bularni qayerdan olamiz? Xudo bergani uchun olamiz. Bo'lmasa bu narsalar bizni birovni majburlab olmaymiz. Xudo beradi, shunga to'laydi, shular bo'ladi. Bo'lmasa sizni chaqirish bizni hayolimizda yo'q. Shu holat bo'lgani uchun, niyat qilgani uchun Xudo berdi, qildik. Hammasi Allohga osonda, ason. Yaxshi niyat qilsa bo'ldi. Niyat qilsa bo'ldi. Niyat qilishcha harakat qiladi, Xudo beradi. Ana shunday. Hammasi Xudoga osonda. Ichi qoralik o'ylamaganmiz bunaqa Toyota'ni 2-3 talab olamiz deb. Allohga oson ekan. Qalbimizda bordi shunday zo'r mashinalar yig'ish. Mana apkellik qildik ason. Yetkazdi. Mana yaxshi odamlarga yana beramiz, 5 so'm bo'lsa foydalanamiz. Yer osmon qolmaydi bizga. Maza qilamaylik, uka maza qildim desa men xursand bo'laman shu yerda. Akajoningiz omon bo'lsin, Umidjon aka. Tinchliklar, obuna bo'lmaganlar aytganda Inamarka Vodiy, Telegram, YouTube, Instagram hammasiga obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Asonni kanalidan postoyanni ko'rasizlar, gapsiz yo'q. Lekin biznikini ham obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. O'sha gap obuna bo'lib kelsa 100 dollar o'tib beradi. Gap so'z yo'q ason. 100 so'm o'ldirmaydi hech kimni. Barakadan tashqari bo'ladi. Yo'q, gap so'z yo'q ason. Gap yo'q. Akalar, salomat bo'linglar, ko'rgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Gap so'z yo'q, rahmat.